Sizlar bilan men Pixeljon. Bu videoda biz mana shu joydan xullas mashitdan tepaga chiqaverasizlar. Keyin pastga tushsanglar sizlarga tanga beradi. Xullas Roblox o'ynaymiz. Bo'lmasam boshladik. Mashina olamiz. Bu 50 taga olamiz buni ham. Bunga lekin yetmaydi. Ketdik. Hozir ketdik, endi ketaveramiz. Rosa tez chiqyapti. Qatdi. Bu to'g'rilandi. Juda tez chiqyapti bu. Mana shu bundaqa videolardan ko'p olishimni xohlasanglar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki menga like va obuna juda kerak. Balkim qamoqxonadan qocharman. Balkim pizzachidan qocharman. Xullas shunaqa videolarda olib turaman. Kommentariyada yozib qo'yinglar. Ko'proq Minecraft olaymi yoki Robloxmi? Mana shuni kommentariyada yozib qo'yinglar. Bo'lsak kerakmikin menda? Hozir jiddiy balandroqqa chiqishdan mana o'g'limni hozir tashlashadi. Ularda rosa zo'r qanotlar bor ekan. Ketdim men. Rosa ketdim bu. Endi oson bo'ladi keyingisini ham. Pet ochib ko'raymi? Давай, pet ochib ko'raman. Ochapan, qanaqa chiqar ketdi. Mushuk chiqdi. Pulim bor albatta, demak oson bo'ladi. Yaxshi qanot olish kerak. Yo'q, bunga yetmadi. Ketdik endi. Mening bitta petim bor. Uy, rosa tez chiqargan bunisi. Qatishlar hali ham bor. Rosa tez chiqyapti o'zi. Bundan ham tezlari bor hali beri. Unda pastga tushib turgandi. Ko'rishlar mumkin. Yangi petam ochdim. Keyin yangi qanotam oldim. Bo'lsam ketdik. Voy, nima tez. Rosa tez ekan. Demak, tezda chiqsa kerak. Hozir videoni to'xtatganimda 30 ga yig'ib oldim. Uni ishlatyapman. Bu xullas Eiffel minorasi ekan. Keyingisi qanaqa bino bo'lardi? Mashitroda to'xtadim. Mana qaranglar. Skinimni o'zgartiraman. Endi skinimni o'zgartirib olishim kerak. Keyingi videoda endi skinimni o'zgartirib olaman.
qaytmaymikin deb o'ylabman. Lekin qaytsam nima edi? Xullas hammaga har so'z bilan men bitta jon bo'ldim.